بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الثالث، الدرس الثاني والعشرون. يجرمش كنج درس. Savaşlar bugün öğrenmekçi olan dersimizdeki mühim noktalık grammatikada tüendekidek bir neçe noktaga merkezleşiyor. Birincisi bugün öğrenmekçi olan bab fiillerimizden ifta'ala babi. Bunun türlünüş ahvali tüvendikice. İfta'ala madi, yefta'ilu mudari, ifti'alun masdar, mufta'ilun ism fa'il, mufta'alun ism maf'ul, lem yefta'il fi'il cehat, la yefta'ilu fi'il nefi, ifta'il buyruk bil yani emir, liyefta'il emir gayib yani üçüncü şahıs buyruk bil, la tefta'il nehi hadır. Bu fiilninki türünüp çıkış ahvali bayattan kadar buludu. Endi biz şu bizge uçurgan ifta'ala babidagi fiillarning şekilden bu babda başka bablarda yok bir xil özgürlüş şeklini his qildik. Masalan, birincisi bizga izdahama degan bir fiil uçurdi. Bu iniqki ifta'ala babidan. Yani qistaldi, qisqistan olib ketdi degandek ma'noda. Buning tub fiilisi zahama, yani qistidi degandek. Izdahama cho'qim ifta'ala babidan, boshqa babdan emas. Ammo bu biz ifta'ala babi degandek hamza, fa, ta, ayn, lam. Ta yo'q. Yani izdahama deb ta'ni o'rnida dal kelgan desa, bu bir mushu babdagi o'zgarish alohidligi. Ya'ni fa'aladagi fa'ning udulusida dal yoki zal yoki za kelib qolsa, razodagi za kelib qolsa, ifta'aladagi ta nimaga o'zgaraydi? Dalga o'zgarib turib, fe'l turinib chiqadi. Masalan, zahamada fa'aladagi fa'ning udulusida zal kelib za kelib qolgachqa, ifta'ala deyishda asli iz tahama deyish kerak. Ama izdahama desa bir xil harflarningki maxrajatda qo'rashmaslik kelib chiqqachqa, shunga nim deymiz? Izdahama deb ifta'aladagi ta'ni dalga o'zgartirib turib izdahama bo'lib ketdi. Bu birinchi o'zgarish. Mushu babdagi. Masalan, da'a chaqadi. Mushuni biz ifta'ala babiga kirmoqchi bo'lsak, hargiz itta'a bo'lmaydi. Çünkü birinci fa'aladagi fa'da dal o'g'achqa, bu yerdagi ifta'aladagi ta'ni dalga o'zgartirib idda'a qilamiz. Zakara desa asli desa izdakara. Bu nima? Iz takara emas, iz dakara deb ta'ni nimaga o'tkaymiz? Dalga o'tkaymiz. Esimda bo'lsin. Ifta'ala babidagi birinchi o'zgarish agar fa'aladagi fa'ning udulusida dal, zal yoki za kelib qolsa, ifta'aladagi ta nimaga o'zgaraydi? Dalga o'zgaraydi. Bu birinchi o'zgarish. Ikkinchi o'zgarish bayatdagidek fa'aladagi fa'ning udulusida sat, dot, ta yoki zo bo'lib qolsa, bu to'rt xil harfning birisi bo'lib qolsa, ifta'aladagi ta cho'ng ta, ya'ni ta o'zgaraydi. Masalan, sabara fa'ala o'lchimidagi fa'ning udulusida sad bor. Mushuni ifta'ala babiga o'zgartirmoqchi bo'lsak, is tabara olmasdan is tabara. Is tabara, ya'ni if ta'aladagi kichik ta cho'ng taga o'zgarib ketadi. Safa. Buni biz ifta'alaga o'zgartirmoqchi bo'lsak, qanday bo'ladi? Is tafa. Asli is tafa bo'lish kerak kichik ta bilan. Ammo sat bo'lg'achqa nima bo'ladi? Is tafa. Daraba, urdi degan daraba. Mushu daraba nima bo'lmoqchi bo'lsa, ifta'alaga o'zgartirmoqchi bo'lsa, id taraba olmasdan id taraba. Id taraba. Cho'ng taga o'zgarib ketadi. Bu ikkinchi alohidlik. Üçüncü alahidliki
fa'aladagi fa'ning udulusida vo kelib qolsa, mushu vo tag o'zgarib, ifta'aladagi ta bilan ikkisi idg'om qilinib, filtrinib chiqadi. Masalan, vaqa yaqi. Mushni ifta'ala qilmoqchi bo'lsak, asli bizning kallamizga o'lcham bo'yicha yutaqa yutaqi bo'lish kerak. Ammo bu yerdagi voni nimaga o'zgartirib, ta o'zgartirib qanday qilamiz? Ittaqa, yattaqi qilamiz. Undan boshqa vasala, yetib keldidagi vasala. Mushni itta'ala babiga o'zgartmoqchi bo'lsak, yutasala bo'lish kerak asli. Ammo bu yerdagi qoida mushu voni ta o'zgartimizda ittasala bo'ladi. Wahada buni ibta'alaga o'zgartmoqchi bo'lsak, asli qoida bo'yicha yutahada bo'lish kerak. Ammo bu yerdagi qoida, bu yerdagi hozirgi qoida fa'ning o'drisida vo kelib qolgan bo'lsa, mushu vo nimaga o'zgaradi? Taga o'zgarib ketib, babdagi itta'aladagi ta bilan idg'om qilinib ketadi. Ya'ni ittahada deganga o'xshash. Buni yuqoridagi 3 xil alohidilik itta'ala babining boshqa bablarda yo'q bo'lgan itta'ala babiga xos bo'lgan bir alohidilik. Ya'ni harflar fa'aladagi kelgan harfga qarab turib shakldagi o'zgarish. Undan keyin ifta'ala babiga munosabatlik bo'lgan yana bir mazmun ifta'ala babining ma'nosi xuddi biz burun fa'ala babi, infa'ala babini mutawaa, ya'ni ma'lum bir qilga agishib kelish ma'ni jihatda boshqalarga bo'ysunish ma'nosi va deb qaraganimizda buningmi mutawaa ma'nosi va masalan rafa'tu sawta, men ovozni ko'tardim. Masalan, kompyuter yoki laba degandek narsaning ovozini ko'tardim. Fartaba, ko'tarildi, qilindi, itildi degandek ma'noda ilgirki ma'lum bir pilga qanday bo'lib keladi, agishib keladi. Shuni tushunib olsak, ta'ala munosabatlik mazmunlar kallamizda o'rnagan bo'ladi. Undan keyin bir mazmun biz oldingi infa'aladimi oldiga hamza kelib qolsa, ikki hamza bo'lib qolgandan keyin ikkinchi hamza tashlanib zavar qil degandek ma'noga ifta'alani oldiga istifhomning hamzasining birisi kelib qolsa, ifta'ala bo'lamdi. Ikki hamza kelib qolganligi uchun ikki hamzani tashlab nima deb o'qiymiz? Afta'ala. Xuddi Alloh taoloninki astafal banati alal banin degan oyatida astafa asli istafa. Acaba Alloh o'g'illarni qizlarni tanladimi? Istafa aslisi, mush nuqtaga diqqat qilsak bo'ldi. Ikkinchi mazmun deganga darasdiki izoi fujaiyya. Ya'ni arab tilida bir ahvol biz o'ylagandek chiqmay qolsa, mushuni ifodalaydigan shaklni fujaiyya deb ataymiz. Ya'ni tuyuqsizlik degan gap bu aslisi. Ya'ni biz uyda bir manzirini ko'ramiz deb o'ylamay o'kirdik. Qarag'udek bo'lsak, biz o'ylagandan boshqa chiqdi ahvol. Mushuni fujaiyya deymiz, arab tilida mushuni nima orqali ifodalaymiz? Iza bilan ifodalaymiz. Mana bu izoi fujaiyya bo'lib, bugungi darsimizdagi o'rganishlik ikkinchi muhim nuqta. Esingizda bo'lsin. Izaninki fujaiyalik, ya'ni tuyuqsizlik ni ifodalaydigan ma'nosi bor. Bu vaqtida biz kutmagan, o'ylamagan ishning birining yuz berganligini ifodalaydi. Bu jumla ismiya o'simi kiradi. Jumla ismiyani o'simi kiradi. Masalan, bunun misallaridan daxaltul fasla fa iza mudirul jami'a jalisun. Sinfga kirib qarag'udek bo'lsam, universitetninki mudiri o'tirib o'tibdi. Qarag'udek bo'lsam, sinfga kirib universitetning o'qituvchining o'ltirishini men o'ylamasdan kirib qarag'udek bo'lsam shunday turadi. Daxaltul ghurfa fa iza hayyatun ala sarir. Yataq kirib qarasam, qarag'udek bo'lsam, kravat ustida birdan yilon turadi. Kharajtu minal bayt fa iza sadiqun bil bab. Uydan chiqibla qarag'udek bo'lsam, bir do'stim ishning to'yida turibdi. Degandek, ma'noni ifodalaydi. Asosli bu jumla ismiyani o'zgartiradi. Ammo oyatda Musa alayhisalom fa alqa asqahu fa idha hiya ta'malun mubin. Xosni tashlab o'tib qarag'udek bo'lsa, tashlab qarag'udek bo'lsa, hasa bir yilonga, oshkora bir yilonga o'zgaradi degandek ma'noda fa idha hiya qarag'udek bo'lsa deb o'ylamagan ishning birining yuz berganligini mush izoh ifodalaydi. Bu ikkinchi nuqta darsimizdagi. Üçüncü nokta zanna yazunnu pil to'g'risida. Endi zanna yazunnuni biz burun gumon qildi deb ham o'ylagan. Ammo buning asli ishlatilinishi arab tilida dil pillari bo'lib, dil pillari degan qalbda bunday bir ishga qaragan. Masalan, maishni mandaq deb qaragan. Dil pillari bo'lib, keynidan ikki maf'ul kelib, ya'ni asli mubtada xabarning ustiga kirib bu mubtada xabarni ikki maf'ulga aylantiradi. Masalan, mubtada xabarning birini tuzib olaylik biz. Al-imtihanu sahlun. İmtihan asan.
degan jumla mubtada xabar shundami? Endi shunga dilpilar olgan azunni kirgizmoqchi bo'lsak, azunnul imtihana sahla. İmtihanni oson deb o'ylayman. Qalbimda o'ylayman, qarayman degan gap, ha. Bu yerda asli mubtada xabar olgan al-imtihana sahlun degan jumla azunnudan keyin kelgandan keyin azunnuning nimasi bo'ldi? Turg'uchisi. Har ikkalasi zavar qildi. Mazmunni yig'inchoqlab olsak, zanna yazunnu dilpillarining qatoridan bo'lib mubtada xabarining ustiga kirdi. Mubtada xabarining ustiga kirgandan keyin mubtada xabar bu dilpilning maf'uliga aylanib har ikkalasi zavar qiladi. Mana bu bugungi darsimizdagi 3-muhim grammatikalik nuqta. Endi buning tarjimasini deb qarayman, deb o'ylayman deb tushunsak bo'ladi. Masalan, azunnul imtihana qariba. İmtihanni yaqinla deb o'ylayman. Azunnul mudira yati gadan. Mudirni at keladigu deyman. Azunnu hamidan maridan. Hamidni kasalgu deyman degandek jumlada ifodalanadi. Ondan keyin mushu zanna yazunnudan keyin biz mubtada xabar kelib, zavar qiladi maf'ullik asosan dedik. Agar zanna yazunnudan keyin inna yoki anna qatorliq, inna yoki anna qatorliq anninki anni kelgan jumlaning ustiga kirib qolsa, bu vaqtida buning i'robi o'zgarmaydi. Anninki ism xabar ikkisi qo'shilib yazunnunki bir maf'ul bo'ladi. Ammo bu bir maf'ul ikki maf'ulning o'rnini tura oladigan maf'ul bo'ladi. Masalan, bayatonki al-imtihanu sahlun degan jumlaning oldiga avval annini kirgizaylik. Annal imtihana sahlun. Endi mushuning oldiga azunni kirib qolsa, ya'ni azunnu annal imtihana sahlun desa, azunnunki ikki maf'ulni zabar qiladi degan grammatikalik ta'siri imtihana sahlunga ta'sir qilmaydi. Chunki buning oldida anna bor. Bu annaning ismisi xabar bo'lib turaveradi. Endi mush ism xabar ikkisi qo'shilib masdarining ma'nosida, ya'ni anna degan o'zidan keyingi ism bilan xabarning masdariga o'zgartirdi emasmi? Masdarining hukmida bo'lib azunnuniki birinchi maf'uli bo'ladi. Ikkinchi maf'ul qanday desa, mush birinchi maf'ul ikki maf'ulning o'rnini tura oladigan birinchi maf'ul bo'ladi. Buni menda tushunsak bo'ladi. Azunnu annal imtihana sahlun deganga o'xshash. Mana bu bugun darsimizdagi muhim 3-nuqta. Demak, darsimizda asosliq muhim 3 nuqta bor. Birisi tafa'ala nima? İfta'ala yabta'ilu babiga munosabatlik mazmunlar. Ikkinchisi izoi fujaiyya, tuyuqsiz ifodalaydigan izaning masalasi. Uchinchisi zanna yazunnuga munosabatlik mazmunlar. Bu tarafga tushunishib bo'lgan bo'lsa, men darsni o'qib ترجمة قلب تحليل خبري. يا أستاذ، إن لدي اقتراحا. انتظر حتى أطلع على هذا التعميم. بعد قليل. نعم، ما اقتراحك؟ إن فصلنا هذا أصبح مزدحما جدا. ما رأيك أن ننتقل إلى الفصل الذي في الطابق الثاني فإنه خال الآن. إن هذا رأي سديد، سأكلم المدير فيه. اقرأ الدرس يا مصطفى. بعد الاستعاذة والبسملة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نكتفي بهذا الدرس. راجعوا الدروس السابقة واجتهدوا فقد اقترب الامتحان. كنا نظنه بعيدا فإذا هو قريب. متى تنتهي الدراسة يا أستاذ؟ أظنها تنتهي في منتصف هذا الشهر. ألنا ممتحنون من خارج المعهد؟ نعم، سيشترك في الاختبار الشفوي ممتحنون من خارج المعهد. يحق لي أن أدخل في الامتحان فقد التحقت متأخرا. نعم، من التحق قبل الامتحان بشهرين فله حق الدخول في الامتحان. يا أستاذ، سأغيب غدا وبعد غد فإني مسافر إلى جدة فأرجو السماح. ألا بد من هذا السفر؟ نعم، والله إني مضطر إلى ذلك. لا بأس، إذا مررت بمكتبة هناك فاشتري لي كتابا اسمه المسلمون على مفترق الطرق. يا أستاذ، إن لدي اقتراحا. أستاذ، منن بر تكليفim бар. اقتراحا افتعل بابدن çıkarılgan masdara
iftialen şekilde. İntazır hatta tali'a hada ta'mim. To'xtab turing. Men bu qarorga qarab chiqib olay. Attali'a qarab chiqish, xabardor bo'lish, o'qib chiqish, bu qarorini qarab chiqqan qadar to'xtab turing. Intazir iftaala babidan intazara. Endi attali'a ittala'a yattali'un iftaala yabta'ilu babi. Bu yerda kichik ta yo'q bo'lsa, biz bayatni o'rgangan qoida bo'yicha fa'aladagi tala'adagi fa'ni durustdan ta gap qolganligi uchun ifta'aladagi kichik ta cho'ng ta o'zgarib ketadi va shunga at-tali'a deb bo'lib ketgan. Ba'da qalil azroq vaqtdan keyin na'am. Qani shundoq. Maqtarahuk taklifingiz nima? Iqtirahuk ya'ni iftaala babidan chiqqan masdar iftial o'lchimida. إن فصلنا هذا أصبح مزدحما جدا. bizning bu sinf hozir merdagi faslning sifati bizning bu sinf asbaha muzdahiman jiddan da qisqistan bo'lib ketdi. Muzdahiman ifta'ala babidan izdahama yazdahimu ifta'ala yafta'ilu shaklida chiqqan, ammo bu yerdagi ifta'alaga ta dalg'iz o'zgarib ketdi. Nimishqa fa'aladagi fa'ni o'dursi zakab qolg'achqa bizning bayatgan qoidamiz bo'yicha fa'aladagi fa'ni o'dursida zakab qolsa ifta'aladagi ta dalg'iz o'zgardi. Shu vajidan asli muztahiman kelishga tegishlik muzdahim nima qilib qoldi? Muzdahimanga o'zgarib ketdi. Ma ra'yuka an nantaqila ila al-fasl alladhi fi at-tabaqa ath-thani fa innahu khali al-an. Ikkinchi qavatdagi sinfga yo'tkalsak qanday qaraysiz? Fa innahu khali al-an, chunki u hozir bo'sh. O'shada nantaqil intaqala yantaqil ifta'ala yabta'ilu babidan chiqarilgan. Inna hadha ra'yun sadid. Bu yaxshi fikr. Sa'ukallimu al-mudira fi. Men mudirga bu to'g'risida so'zlayman. Yoki parang mudir bilan bu to'g'risida paranglashaman. Iqro'id darsa ya Mustafa. Mustafa darsni o'qi. Endi Mustafa degan ism maf'ul shakl chiqarilgan, Istafa yastafin chiqarilgan. Asli ifta'ala yabta'ilu kelgachga ta'kidlash kerak, ammo istafa kelib qolibdi desa, chunki 3 harflik fe'lda safada birinchi harf sod kelib qolgachqa ifta'ala degan ta o'zgaradi. Shunga Mustafa chiqarilgan. Ba'da al-ista'azatu wal basmala أعوذ بالله وبسم الله نخبوغان دينكين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. عندما مشو آياتا اجتنبوا ديگن فيل اجتنبا يجتنبوا دين چقرلغان بيروق بيل يعني افتعل يفتعل بو بير. İkincisi yagtab ba'dukum ba'da. Degandeki yagtab. Asli igtaba yagtabu. Igtaba yagtabu ta'ala yafta'iludin chiqarilgan fe'l. نكتفي بهذا الدرس. راجعوا الدروس السابقة واجتهدوا فقد اقترب الامتحان. مش درس bilan bo'ldi qilamiz. Naktafi iktafa yaktafi. Yani naktafi ta'ala yafta'iludin chiqarilgan. İlgirki darslarni muzokara qilinglar. Tirishinglar, vajtahid, ijtihada, yajtahidu, ifta'ala, yabta'ilu chiqarilgan. Faqat iqtaraba al-imtihan, imtihon yiqilishib qoldi. Faqatki fa sababni ifod, chunki imtihon yiqilishib qoldi. Kunna nazunnuhu ba'idan fa huwa qaribun. Biz uni yiroq deb o'ylabdik. Qarog'dak bo'lsak, u yiqilishib qopti. Ma'niki nazunnu, zanna yazunnu dilpillaridan bo'lib, buning birinchi maf'uli hu, ikkinchi maf'uli ba'idan. Ikki maf'ul ketadi. Dilpillar o'qigan vaqtida, ammo dilpillaridan chiqib ketib, odatdagi fe'lga aylansa, bir maf'ul ketsa bo'laveradi. Fa idza huwa qaribtuka izai fujaiyya, ya'ni kutmagan ishning yuz berishini ifodalaydigan. Qarog'dak bo'lsak, tuyuqsiz degandek ma'nolarda tushunilsa bo'ladi. Andakim izai fujaiyaning birinchi alomati jumla ismiyani ustiga kiradi. Mata tantahi dirasa ya ustaz? Ustaz, dars qachon oxirlashadi? Tantahi, intaha, yantahin, ifta'ala, yabta'iludan chiqqan naqis fe'l. Azunnuha tantahi fi muntasaf hada ash-shahr. Mushu oyning o'tirlarida oyoqlashadi deyman. Oyoqlashadi deb qarayman. Zanna yazunnu yana o'xshashlar dilpillari. Ha birinchi maf'ul, tantahi ikkinchi maf'ul bo'ladi. Ana mumtahinuna min xarij al-ma'had. Bizga institutning sirtidan imtihon og'uvchilar bormi? Ya'ni bizga institutning sirtidan imtihon oldiganlar bormi? Mumtahinun, imtahana, yamtahinudan chiqqan ism fa'il. Mumtahinun imtihon og'uvchilar. Naam.
سيشترك في الاختبار الشفوي ممتحنون من خارج المعهد. شندق إغزاكي imtihonga institutning sirtidan imtihon olg'uvchilar qatnashadi. ishtaraka yashtaraki ifta'ala yabta'ilu. Andaki mumtahinun boya degandek ism fa'ila. Yahiqqu li an adkhula fil imtihan. Men imtihonga kirsam bo'lamdi. Faqat iltahaqtu mutaakhiran. Men keyin kirgandim. Mushurunda iltahaqtu imtihan ifta'ala yabta'ilu babidan chiqqan masdar. Iltahaqtu التحق يلتحق نشقن افتعل بابدن. نعم من التحق قبل الامتحان بشهرين فله حق الدخول. امتحاندن ikki ilgari kirgan odam imtihonga kirsa bo'ladi. Yani qo'shilgan iltihaqqa maktabga kirish, maktabga qo'shilish, darsga kirish, darsga qo'shilish degan ma'noda. O'sha yerda iltihaq ifta'ala babidan imtihon iftial shaklida masdar. يا أستاذ سأغيب غدا وبعد غد فإني مسافر إلى جدة فأرجو السماح. أستاذ من أتى وأجن شكون يقاب كتمة سأغيب أصل يقاب كتمة دي كنجاب ناس ملغات ناس أما بيادا مكتب كميمن فإني مسافر إلى جدة چون كمان جدّة سفر قمقتي فأرجو السماح شون أشقى سيزدان وخد برشغز نمت قلمان وأورندا بزيق مناسبة لقايد يوقع ألا بد من هذا السفر. Bu seferini qilmay bo'lmamdi yoki bu safar shuncha muhimmi? Ala budda qilmay bo'lmaslik. Mu min hada safar, ya'ni bu safarini qilmay bo'lmamdi yoki bu safarini qilish kerakmi? La buddani biz yig'inchoqlablar qilish kerak deb tarjima qilamiz emasmi? Shunga bu safarini qilish kerakmi? Shuncha zarurmi? Naam, shundoq. Vallohi inni muttarrun ila zalik. Alloh bilan qasamki men shu safarga bak muhtoj, ya'ni qilishga bak muhtoj. Ya'ni muttarrun ifta'ala babun idtarra yadtarru. Amma bu yerdagi tanadan keldi desa, chunki fa'aladagi fa'ni o'dirishga kirib da to'p qolsa, ifta'aladagi kichik ta cho'ng taga o'zgarib degan qoidani bayatdan tahdid o'tgan shundami? Dog'andagi muttarrun asli mudtarrun kichik ta. Dotning sababidan bu cho'ng taga o'zgarib ketgan. La bas, hech qisi yo'q. Iza mararta bi maktabatin hunak fashtari li kitaban ismuhu al-muslimun ala muftaraq at-turuq. Agar sen u yerda kutubxonadan o'tib qolsang, menga المسلمون على مفترق الطرق ismli kitobni setilib olg'achgan. Ya'ni ishtara, yashtari, ifta'ala, yabta'ilu babidin. Andakin al-muslimun ala muftaraq at-turuq degan muftaraq ismi zaman ism makan. Ya'ni biz dakilovatimiz oldingi darslarda ism maf'ullar, sulasi mujarradning g'ayri bablardagi ism maf'ullar ism zaman ism makan bilan nimanda o'rtaq ma'noda muftaraq, ya'ni ariladigan, vaqt ariladigan o'rin degan ma'ni ifodalaydi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.